Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun 3-dekabr 2025-yil biz Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Bobur mahalla fuqarolar yig'inidamiz. Ushbu obyektimizga 10 kW quvvatli quyosh stansiyasi o'rnatib berishni maqsad qilgan edik. Mana bugun hozir ish jarayonlarini boshladik. Hozir bizda ish ketyapti. Hozir sizlarga bir obzor qilib, to'liq quyosh panellari qayerga o'rnatiladi, qaysi tartibda bo'ladi, hammasini ko'rsatib o'taman va ishimiz tugallangandan so'ng yana bir obzor qilib o'taman to'liq. Ushbu obyektimizga jami 16 ta Jinko 630 vatlik quyosh pannellarini o'rnatib beramiz va bitta Sangro 10 kW invertorini o'rnatib ishga tushirib beramiz. Mana bu binoning tom qismiga 12 dona panel o'rnatamiz. Qolgan 4 tasini mana bu yerga o'rnatib beramiz. To'liq bitgandan keyin sizlarga yana bir video qilib, to'liq obzor qilib ko'rsatib o'taman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.